Bor ekan o yo'q ekan. Burunqi zamonda 3 qo'zi bo'lgan ekan. Kunlarning birida ular onasidan ayrilib, o'zlariga uy yasamoq uchun ijozat so'rabdi. Qo'zilarning onasi ijozat beribdi. Ammo shunday debdi: Balalarım, aşgüz bördün, ihtiyat qılыңlar. O qo'zlarni paylab yürüydü. Şuna bir-biringlardan ayrılmanglar. Uyinglarni mahkam yasanglar. Uyni birlikda silib, birlikda yashanglar. Ma'qul apa. Qo'zilar onasining so'ziga quloq solmabdi. Ularning har biri ayrim-ayrim uy yasashni qaror qilishibdi. Cho'ng qo'zi o'rin bo'lganligi uchun uyni pasar bilan yasabdi. Ikkinchi qo'zi bo'lsa sal oson ko'rib, yengil taxtay bilan yasabdi. Eng kichik qo'zilar sabr va chidam bilan ishlab, uyini g'ishtin sapdi. Atrofini mustahkam qildi. Bosh ko'z bo'ra qo'zilarning onasidan ayrilib ketganligini anglab, ularni izlashga boshlabdi va dastlab cho'ng qo'zining uyini tepib, eshikni urib debdi: "Ey qo'zjoq, eshikni ocha, uyingni ko'gili keldim." Qo'zi onasining so'zini yodiga ilib eshikni ochmoqdi. Buni ko'rgan bo'ra pasarlarni yulib tashlab, yo'chiq etishga boshladi. Qo'zi ostag'ina uyning bir tarafidan chiqib, o'tiranchi qo'zining uyiga qarab ketibdi. O'tiranchi qo'zi tezlikda eshikni ichib, cho'ng qarindishini, aksini ichkariga kirgizibdi. Uzoq o'tmay bo'rimi yetib kelib, uyning atrofini aylanishga boshladi. U qarasa qo'zilar yana eshikni ochmagandek. Shuning uchun u uyning shollariga tepib beqibdi. Uy ojiz bo'lib, har yoqqa irg'ong'idek. Buni ko'rgan bo'ra bir yog'och tepib kelib, peshang silib, uyni butunlay yiqitib tashlash uchun yog'och izlashga boshladi. Bo'ra mushu niyatda uydan ozroq yiroqlashgan hamon qo'zilar darhol qochib chiqib, eng kichik qarindishining uyiga qarab chepibdi. Kichik qo'zi ishni nihoyatda puxta qilgan bo'lib, qarindoshlari hozirab o'midab kelishi bilan ularni ichkariga kirgizib, eshikni mahkam etib oldi. Vahshiy bo'ra eshikning mahkam etilganligini bilib, uyni bir necha oylanib to'xtatdi. Ondan uyning tomlariga tepib yiqibdi, ammo uy mudirlash o'rniga o'zining puti og'ribdi. Oxir bo'ra eng yaxshisi sabr qilib saqlab turay. Ular uzoq o'tmay sirtga chiqishi aniq. Shu chaqda ularni yeb maqsadimga yetaman deb o'yladi. Shuning bilan qo'zilar ilojsiz ichkaridan chiqolmadi. Bo'rimi maqsadidan yonmay paylab yetibdi. Bir chaqda qo'zilarning onasi bir ishni yetlagan holda bolalarini yo'qlab ketdi. Nihoyatda ho'sharlik va mag'rurlik bilan kelayotgan ishni ko'rgan bo'ra darhol ketishga boshladi. U qo'rqinch bilan shunchalik yiroqqa ketibdiki, ikkinchi bu yana topolmagudek yerga ketibdi. Qo'zilar bo'lsa, onasining so'ziga amal qilmaganligi uchun qattiq pushaymon qildi.